Boshlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Barchaga xayrli kun tilaymiz. Bugun va'da qilganimizdek kanalimizga joylab borayotgan kundalik lug'atlarimiz hamda grammatik video darsliklarimiz haqida qisqacha izohlar, ba'zi bir savollarga javob berib ketmoqchimiz. Xo'p, birinchi sizlar bilan baham ko'rayotgan, har kuni ertalab tashlayotganimiz 7 tadan so'z birikmalari haqida ma'lumot beramiz. Xo'p, biz tashlayotgan so'z birikmalari mustaqil alohida so'zlardan tashqari biz birikma sifatida berayotganlarimiz ingliz tilida collocations deb ataladi. Hop, collocations o'zi nima? Collocations tildan foydalanayotgan paytimizda tabiiy ravishda birga ishlatiladigan so'zlar birikmasiga collocation deyiladi. Buni so'z birikmasi deb ifodalasak bo'ladi. Hop, nimaga aynan biz collocationlarda sizlar bilan baham ko'rishga qaror qildik? Bilamiz, ingliz tilida so'zlarimiz juda ham ko'p, lug'at manbalari juda ham ko'p. Lekin biz aynan collocationni tanlab olganimizda ma'lum bir sabablari bor. Xo'p, ulardan asosiysi shuki, ingliz tilida mustaqil so'zlarni yolg'iz holatda ko'pchiligimiz yodlaymiz. Ko'p til o'rganuvchilar bundan foydalanadi, lug'atlarni alohida so'z sifatida yodlashadi. Lekin keyinchalik bir muammoga duch kelish ko'p kuzatiladi. Bu ham bo'lsa, mustaqil so'zlarni o'rganib olgandan keyin ularni gapda to'g'ri foydalanish muammosi kelib chiqadi. Ya'ni ingliz tilida shunaqangi bir ko'p iboralarimiz borki, so'zma-so'z tarjima qilganimizda muammo bilinmaydi. So'zma-so'z to'g'ri tuzayotganga o'xshaymiz gaplarni, lekin aslida o'sha gapda biz ishlatayotgan so'zlar qaysi so'zlar bilan aslida kelishi kerak. Tabiiy muloqot jarayonida to'g'ri foydalanish uchun albatta biz shunday tabiiy birikmalardan foydalanishga harakat qilishimiz kerak. Bitta misol qilib keltiradigan bo'lsam, hop, maktabdan qochish, ya'ni darsdan qochish, darsdan besabab dars qoldirish, darslarda qatnashmaslik degan narsamiz bor. Hop, buni Google tarjimon yoki hozirgi ChatGPT deymiz, shunga o'xshash tarjimonlardan foydalanganimizda yoki lug'atdan, oddiy lug'atlarimizdan so'zma-so'z tarjima qilmoqchi bo'lsak, buni run away from school, ya'ni run away, qochish, from school, maktabdan degan tarjimani beradi. Bu bir olib qaraganda to'g'ri tarjimaga o'xshab tuyuladi, lekin aslida inglizlar bu iboradan foydalanishmaydi. Uning uchun alohida birikmasi bor. Misol uchun play truant from school degan iborani ishlatadi. So'zma-so'z tarjima qilsangiz bu yerda o'ynash, play, o'ynamoq fe'li, lekin bu yerda o'ynamoq ma'nosi emas, play truant, maktabda darslarni sababsiz qoldirish, maktabdan qochish, darsdan qochish ma'nosini beradi. Aynan shu kabi muammolarni hal qilish uchun, bartaraf qilish uchun biz collocationlardan foydalanishga va ularni sizlar bilan baham ko'rishga qaror qildik. Xo'p, bu lug'atimiz kimlar uchun berib borayotgan, kundalik berib borayotgan kanalimizda joylayotgan lug'atlarimiz kimlar uchun degan savolga bu A1 darajasidan C1 darajasigacha bo'lgan, ya'ni ingliz tilini boshlang'ich bilimiga ega bo'lgan, endi boshlagan o'quvchi yoshlardan boshlab to IELTS TOEFL multi-level imtihonlariga tayyorgarlik ko'rayotgan yoshlar uchun ham manfaatli bo'ladi. Xo'p, bu lug'atimizni muallifi bor, mualliflik huquqi asosida tayyorlanyapti. Xo'p, shu haqida qisqacha aytib o'taman. Xo'p, Bahriddin G'afforov lug'atimizni berib borayotgan kontentimizda tagida rasmini ko'rishingiz mumkin. Bahriddin G'afforov degan do'stimiz bor. Birga Andijon davlat universitetida birga tahsil olganmiz. Birga ingliz tili bo'yicha mashg'ulotlarda birga qatnashganmiz. O'zi Namangan viloyati Pop tumanida tug'ilgan. Hozirda Andijonda Namangan viloyatida, Namangan shahrida joylashgan University of Business and Science xususiy universitetda ingliz tilidan ta'lim berib kelyapti, ilmiy ishlar qilyapti. Xo'p, shu bolani ko'p yillik mehnat samarasi. Talabalik davridan boshlab to'plab kelayotgan, 5-6 yildan beri to'plab jamlab kelayotgan lug'ati asosida bu kontentni tashkil qildik o'zining ruxsati bilan. Xo'p, buni Play Marketda maxsus ilova ham qilishgan. Biz videomiz tagida o'sha haqida qisqacha ma'lumot, lug'at haqida qisqacha ma'lumot hamda uni Play Marketdagi Android ilovasini ham linkini qoldiramiz. Bemalol undan kirib foydalanib, boshqa so'z manbalaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xo'p,
yana bir qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Nima uchun 7 tadan tanladik degan savolga javob bermoqchimiz. Hop, 7 tadan tanlagan sababi birdaniga ko'p so'zni yodlashga harakat qilib, undan foydalana olmaslikdan ko'ra, ozginadan bo'lsa ham har kuni ma'lum bir miqdorda bo'lsa ham undan foydalanib, yodlab, uni ingliz tilida aytamiz active, ya'ni faol lug'at boyligiga aylantirish uchun biz imkon qadar ozroq berishga harakat qildik va buni erta tongda hamma bilan baham ko'ryapmiz. Ertalabda ilm olish yaxshi barakali vaqt hisoblanadi. Shuning uchun har kuni oz-ozdan bo'lsa ham davomiy yodlaydigan bo'lsak, inshaalloh tez orada katta samara, katta natijalarni o'zi ko'rsatadi. Xo'p, hozircha lug'atimiz bo'yicha ma'lumotlarimiz shu. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni keyingi videoroliklarimizda ham baham ko'ramiz. Oxirgi aytmoqchi bo'lgan narsam, agar kontentlarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, lug'at ko'pchilik uchun foydali bo'lishi uchun ularni boshqalar bilan baham ko'rishinglarni, kanalimizga do'stlaringlarni taklif qilishlarini so'rab qolamiz. E'tiboringlar uchun rahmat, salomat bo'linglar.